Agar siz oyiga $100 investitsiya qilib borsangiz, 5 yilda qancha foyda qilgan bo'lardingiz? Keling ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz murakkab foiz kalkulyatoridan foydalanamiz. Investitsiyada murakkab foiz bizani daromadlarimizni yana ham oshirib beradi. Demak, biz agar 5 yil davomida oyiga $100 investitsiya qilib borsak, bizani kapitalimiz $13,000 ga teng bo'ladi. Va bunda bizga kiradigan summa faqatgina $6,000, qolganidan bo'lsa bizga bozor olib kelgan bo'ladi. Endi xuddi shu summada kelaylik 5 yil emas, 10 yil investitsiya qilsak, qanaqa natijaga erishishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Bunda bizani endi pullarimiz $66,000 atrofida bo'lyapti va bizga kiradigan summa bor yo'g'i $12,000. Qolgan daromadda bo'lsa biz aksiyalardan olganmiz. E'tibor bering, bundan oldin 5 yil investitsiya qilganimizda bizani kapitalimiz 2 baravar, 2,5 baravarga o'syapti. Bu yoqda biz kapitalimiz 5 baravarga o'syapti. Investitsiyada vaqt bu biz uchun, ya'ni investorlar uchun ishlab beradi. Qancha uzoq muddatga investitsiya qilsangiz, sizga shuncha yaxshi hisoblanadi. Keling endi $100 emas, $300 investitsiya qilsangiz, qancha daromad bo'lishini hisoblab ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizlarki, endi bizning kapitalimiz $2,000 atrofida bo'lyapti. Bunda $36,000 bizga kiradigan summa, qolganida bo'lsa bizga aksiyalardan kelgan daromadlar bergan. Keling sizlar bilan $500 investitsiya qilsak, qanaqa natijalarga erishishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. $500 da belgiladim, hisoblash tugmasini bosaman va bizning kapitalimiz endi $330,000 atrofida. Bundan 60,000 bizga kiradigan summa, qolgani bo'lsa aksiyalar bizga bergan daromad hisoblanadi. Bunaqa kapital bilan siz oyiga $1,5-2,000 atrofida mutlaqo passiv daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni aksiyalarga investitsiya orqali siz 5-10 yilda moliyaviy erkinlikka chiqishingiz mumkin bo'ladi. Yaxshi daromad beradigan aksiyalarni topishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling, kommentariyaga dars so'zini yozing va men sizga investitsiya bo'yicha bepul darsliklarni tashlab qo'yaman.